Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga matematika fanidan milliy sertifikat imtihonida tushgan qiyin savollardan birini ishlab ko'rsatib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, vaqtdan yutish maqsadida misollar shartini berib chizib oldik. Endi boshladik. Birinchi navbatda biz A savoliga javob topamiz. SD kesma uzunligini toping deydi. Endi SD kesma o'z navbatida aylanada vatar deyiladi. Biz buni ishlashda nima qilamiz? Birinchi shart, demak, aylananing diametri aylananing ixtiyoriy burchagidan 90 gradusli burchak ostida ko'rinadi. Ya'ni aylananing diametri aylananing ixtiyoriy nuqtasidan 90 gradusli burchak ostida ko'rinadi. Biz bu yerda demak A dan D ga to'g'risiq tortamiz va D dan A ga yana bitta to'g'risiq tortamiz. Bu yerda demak 90 gradusli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. Shu yerda mana bu yerni H nuqta deb belgilasak, DH bizda do'stlar balandlik bo'ldi. Balandlik bo'ladi. Endi uchburchak proyeksiyasining xossasiga ko'ra HB masofani x desak, demak AH masofa bizda demak 6 minus x ga teng bo'ldi. Proyeksiyaning xossasiga ko'ra demak proyeksiyalar ko'paytmasi balandlikni kvadratiga teng bo'ladi. Demak x ko'paytirilgan 6 minus x teng bo'ldi. Demak 2 ni kvadratiga. Hop, 6x minusdan x ning kvadrati teng bo'lyapti 4. Demak, ifodalarni bir tomonga yig'ganimizda x ning kvadrati minusdan 6 ta x plusdan 4 teng 0. Biz endi kvadrat tenglamani ishlaydigan diskriminant formulasidan foydalanib tenglamaning ildizlarini topamiz. Demak, diskriminant teng bo'lyapti. Xo'p, 6 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 4. Ya'ni bu teng bo'lyapti 36 minusdan 16 ga. Bu teng bo'ldi 20 ga. Demak, tenglamaning birinchi va ikkinchi ildizini topish x+2 teng bo'lyapti minusdan 1 plus minusdan ildiz ostida diskriminant taqsim 2 ko'paytirilgan a. Minusdan demak plusdan 6 plus minus ildiz ostida 20, ildiz ostida 20 taqsim 2 ni o'zi bu. Ana endi 20 degani bu 2 ildiz ostida 5. Bu teng bo'lyapti 6 plus minusdan 2 ildiz ostida 5 taqsim 2. 2 lar qisqarib ketdi. Natijada bizda demak 3 plus minusdan ildiz ostida 5 teng bo'ldi. Endi shu yerda bizda mana bu x masofa aylananing mana bu radiusidan katta bo'lishi mumkin emas va shuning natijasida x ni demak 3 minusdan ildiz ostida 5 deb olamiz. Endi aylanadagi mana bu S nuqtadan asosga biz yana do'stlar demak bitta perpendikulyar tushiramiz. Natijada mana bu masofa ham bizda x bo'lib qoldi. Shunda CD masofamiz 6 minusdan 2x ga teng bo'ldi. Demak, CD masofa teng bo'ldi bizda 6 minusdan 2x ga. Endi biz mana bu kvadrat tenglamadan x masofani uzunligini topib oldik. O'rniga qo'yamiz. 6 minusdan 2 ko'paygan qavs ichida 3 minusdan ildiz ostida 5. Qavslarni ochamiz. Demak, bu teng bo'lyapti 6 minusdan 2 ko'paytirilgan 3. 6. Endi manfiy ko'paygandan musbat bo'ladi. Plusdan 2 ildiz ostida 5 bo'ldi. Endi 6 bilan 6 qisqarib ketdi. Natijada demak 2 ildiz ostida 5 degan yechimiga ega bo'ldik. Bizda so'ralgan demak A savolning javobini topdik. Demak, CD kesma uzunligi 2 ildiz ostida 5 ga teng ekan. Yuqoridagi misolimizda B shartiga ko'ra bizdan do'stlar bo'yalgan sohani topishimizni so'rayapti. Endi biz berilgan ma'lumotlardan foydalanib, demak, parabolamiz tenglamasi ax kvadrat ekanligini bilib oldik. Bu qayerdan desak, bizda parabola tenglamasi koordinata boshidan o'tyapti. Bundan biz parabolada ozod xat S nolligini bilib olamiz. Endi simmetriya o'q tenglamasi OY o'qida yotganligi sababli bu yerdan bizda B ni ham nolga kelib chiqadi. Kvadrat funksiyaning tenglamasi ax kvadratga teng bo'ldi. Biz keshish nuqtasidan demak biz funksiyani to'lig'ini topib olamiz. Endi CD masofa 2 ildiz ostida 5 ligidan OH masofa bizda ildiz ostida 5 ekanligi kelib chiqadi. Demak, yuqori masofamiz 2 ligidan do'stlar demak D nuqtaning koordinatalari bizda demak ildiz ostida 5 hamda 2 ga tengligi kelib chiqdi. Biz demak bu nuqtalarni olib borib funksiyani o'rniga qo'yamiz. 2 teng bo'ldi A ko'paytirilgan ildiz ostida 5 ning kvadratiga. Ildiz ostida 5 ning kvadrati bu 5 ga teng. Shu yerdan biz A teng 2 taqsim
5 ekanligini topamiz. Avvalo funksiyani o funksiyadagi a'larni o'rniga qo'yamiz. Bizda demak teng bo'ldi. Fx teng bo'lyapti 2 taqsim 5 x ni kvadratiga. Endi bo'yalgan sohani topishda integral formulasidan foydalanamiz. Demak, integral chegara 0 dan ildizosida 5 gacha. Demak, funksiyamiz bizda 2x kvadrat taqsim 5 dx. Bu teng bo'lyapti. Endi biz mana bundan boshlang'ich funksiya olamiz. Boshlang'ich funksiyamiz 2x kub taqsim 15 ga teng. Chegara 0 dan ildizosida 5 gacha. Oborib, o'rniga ildizosida 5 ni qo'yamiz. Demak, 2 ko'paytirilgan ildizosida 5 ni kubinchisi taqsim 15. 0 ni qo'yadigan bo'lsak, x o'rniga ular 0 ga aylanib ketadi. O'rniga qo'yishimizning hojati yo'q. Qo'ysak ham ziyon qo'yamiz. Demak, 2 ko'paytirilgan 0 ni kubinchisi taqsim 15. Bu yer 0 bo'ldi. Ildizosida 5 ni kubi. Ildizosida 125. 125 dan demak 5 ildizosida 5 chiqadi ildizdan. Demak, bu teng bo'lyapti 2 ko'paygan 5 ildizosida 5 taqsim 15. 15 bilan 5 qisqarib ketdi. Natija 2 ildizosida 5 taqsim 3. Javob shunisi. O'ylaymanki, ushbu yuqorida ishlagan misolim sizlarga tushunarli bo'ldi. Bu videoni milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rayotgan do'stingizga ulashib qo'ying.